Yaqin kelajakda banklar o'rnini kriptovalyutalar egallashini sizga 1 minutda tushuntirib beraman. Tasavvur qiling, mana bu Yaponiyadagi eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi kompaniyalardan biri Mitsubishi. Ushbu kompaniya avtomobillar uchun ishlatiladigan ba'zi bir xom ashyo mahsulotlarni Bosniyadan xarid qiladi. Lekin buning uchun Bosniyaga pul o'tkazish kerak. Lekin afsuski, ushbu kompaniyaga xizmat ko'rsatuvchi bank to'g'ridan-to'g'ri Bosniyaga pul o'tkaza olmaydi va Amerikadagi o'rtada turuvchi vositachi banklardan foydalanishga majbur. Chunki Bosniya bank ham o'rtada Amerika banklari bilan aloqa qiladi va pul o'tkazmasi avval Amerikaga yetib boradi, keyin Amerika bankidan Bosniyaga boradi va bu jarayon albatta uzoq vaqt oladi. Agar pul o'tkazmasi dam olish kunlariga to'g'ri kelsa, bilingki, bu o'tkazma keyingi haftaga yetib boradi. Bunaqa sekinlik esa bugungi kundagi tezkor 21-asrda odamlarning ongi buni umuman ko'tarmaydi. Kriptovalyutada esa xalqaro o'tkazmalar bir necha sekundlarda, bir necha sentlar evaziga amalga oshiriladi va ham arzon, ham tez, ham ishonchli.